3. Bab. Bir kuni tushdan keyin soat 3larda Yahudilar odati bo'yicha markaziy ibodatxonada duo qildigan vaqtda Petrus bilan Yuhannamu ibodatxonaga bordi. Ular markaziy ibodatxonaga yaqinlashganda bir tug'umi to'kur odammu bu yerga aklinayotgan edi. Har kuni kishilar uni ibodatxonaga kirganlardan sadaqa tilab, jon boqsin deb markaziy ibodatxonaning go'zal darvoza deb atiladigan ishiga oldiga akilib qo'yatdi. To'kur odam Petrus bilan Yuhannaning markaziy ibodatxonaga kirib ketayotganini ko'rib, ulardan sadaqa tiladi. Ular to'kur odamga diqqat bilan qaragandan keyin Petrus bizga qara dedi. Tilamchi ulardan bir narsa kutib, ko'zlarini tikib qarab turadi. Biroq Petrus uningga menda oltin yoki kumush yo'q, lekin qo'limda borni sana beray. Nasiralik Eyso Masihning nomi bilan buyurmaymanki, o'rnimdan turib, "Mang" dedi-da, uni o'ng qo'ldan tortib, yo'lab turg'izdi. U odamning put va o'shiq beg'ishlariga shu an kuch kirib, o'rnidan chashrab turib, mengishga boshladi. U mengib va sakrab, Xudoga madhiya o'qigan holda, ular bilan birga markaziy ibodatxona hovlisiga kirdi. Uning mengib Xudoga madhiya o'qiganligini ko'rgan jamoat, uning markaziy ibodatxonaning go'zal darvozasi oldida tilamchilik qilib o'tiradigan yilqi kishi ekanligini tonib, dong etib qilishdi. Hamma odam yilqi put saqaygan odamni ko'rish uchun ibodatxonadagi Sulaymon Peshoyevni degan yerga yugurib kelishdi. Ular uning saq peti Petrus bilan Yuhannaga chin esil bilib turganligini ko'rib, hayron bo'lishdi. Bu ahvolni ko'rgan Petrus qaloyiqqa mundaq dedi: "İsrail qarindoshlar, bu ishqa nemancha hayron bo'lisizlar? Bizga nemancha tikilib qaraysizlar? Sizlar bizni o'z kuch-qudrati yoki ixlosmandligiga tayinib, bu odamni mangdirdi deb o'ylamsizlar? Hargiz undaq emas. Vaholanki Ibrohim, Ishoq, Yoqub qatorliq ajdodlarimiz e'tiqod qilib kelgan Xudo o'zining xizmatkori bo'lgan Hazrati Aysoning shon sharifini namoyon qildi. Sizlar shu Hazrati Aysoni kengashimga tutib berdinglar. Vali Pilatus uni qo'yib bermoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, sizlar Pilatusning oldida uni rad qilib o'ltirish kerak dedinglar. Muqaddas va odil bo'lgan Hazrati Aysoni rad qilib, Vali Pilatusdan uning o'rniga bir qotilni qo'yib berishni talab qildinglar. Shundoq qilib, hayotlikni yaratquchini o'ltirdinglar. Biroq Xudo uni tirildirdi. Biz mana bu voqeaning guvohchilari. Mana shu Hazrati Aysoga qilgan e'tiqodimiz bilan bu to'kur odamga kuch kirdi. Sizlar ko'rib turgan va taniydigan bu odam Hazrati Aysoga bo'lgan e'tiqod orqali sop-musoq bo'ldi. Sizlarmi buni ko'rdinglar? Qarindoshlar, men ishonamanki, sizlar va boshliqlaringlar Hazrati Aysoga shuncha yomonlik qilganda o'zinglarning nima qilayotganliginglarni bilmaytdinglar. Mana bu Xudoning qutqizguchi Masihning ziyonkashlikka uchrab o'ldiganligi to'g'risida payg'ambarlar orqali oldin aytganlarining amalga oshirilishidir. Shuning uchun hozir yomon yo'llaringlardan yenib tavba qilinglar. Xudoning yo'liga qaytinglar. Shundoq qilganda Xudo gunohlaringlarni kechirim qiladi. U sizlarga yangi kuch ato qilib, o'zi biz uchun tayinlagan qutqizguchi Masih bo'lgan Aysoni qishinglarga qaytadan avatidi. Xudo burunqi zamonlarda muqaddas payg'ambarlari orqali jakorlig'indek hamma mavjudotlar yengiladigan vaqt kelmaguncha Hazrati Ayso arishda turdi. Musa payg'ambar Hazrati Ayso haqida mundaq degan edi: Parvardigoringlar Xudo o'z qarindoshinglar orasidan menga o'xshash bir payg'ambar tiklaydi. Uning so'zlariga
to'liq amal qilishinglar kerak. Chunki bu payg'ambarning so'zini anglamaydiganlar Xudoning xalqi qatoridan chiqirilib yo'qitiladi. Darvaqa Samuel payg'ambar va uningdan keyin kelib Xudoning so'zini yetkizgan payg'ambarlarning hammasi bu kunlarda Hazreti İsa to'g'risida yuz beradigan ishlarni oldin aytgan. Sizlar bu payg'ambarlarning avlodlarisizlar va Xudo ajdodinglar bilan tuzgan ahdining mirosxo'rlarisizlar. Chunki Xudo ajdodimiz İbrahimga sening avloding orqali yer yuzidagi hamma xalqlarga baxt ato qilaman deb va'da berib ahd qilgan. Shuning uchun Xudo har biringlarni yomon yo'laringlardan qaytirib, baxt saodatga erishtirish uchun xizmatkori Hazreti İsa'ni tiklab, uni avval sizlarga avatdi.